charchab holim bo'lmayin, Yuxini xonasida o'tirib qoldim. To'g'risi yurishga ham, hatto o'zimga kofe damlashga ham kuchim qolmadi. Keyin maktabidan kelib, xonasidaligimni ko'rib, "Ona, nima qilyapsiz bu yerda?" dedim. Men aytdim, "Sani xonangni, Ranoni, stolni yig'ishtiryapman." desam, "Charchadim" dedim. Keyin kofe qilishga ham holim qolmadi desam, yugurib ketdi-da, oshxonada bir nimalar taqir-tuqur qilib kofe qilib kelibdi menga. "Issiq kofe iching, havo sovuq, tomog'ingiz og'rib qoladi. Ozroq damingizni oling, endi men keldim. Birgalikda qilamiz, charchab qolibsiz" deb. Shunaqa paytda juda ham xursand bo'lib ketaman. Ishoninglar, bor charchoqlarim chiqadi, hatto bir og'iz gapidan ham shu. Chunki men o'rtanchi qizimni 4 yoshidan katta qildim. Katta qizim 3-sinfda edi men kelganimda. Ra'noxonni o'zim tuqqanman. Ko'p kuzatuvchilarim buni bilishadi. Katta qiz bilan kelishmaymiz, to'g'ri, chunki baribir onasi uni 7 yoshgacha katta qilgan. Nima bo'lganda ham shuning uchun baribir hozirgacha ham qabul qilmaydi, qabul qilgisi kelmaydi. Lekin o'rtanchi qizimni 4 yoshdan katta qilganman. O'zini onasiga bog'liq xotiralar umuman yo'q. Hammasi meni xotiralarim bor. Shuning uchun Ra'no meni qanday yaxshi ko'rsa, o'rtanchi qizim ham xuddi shunday yaxshi ko'radi. Shuning uchun juda ham xursandman va ko'nglim har doim to'q. Faqat bitta narsani bilaman, tuqqan hamma ona ham ona bo'la olmaydi, tug'dirgan hamma ota ham ota bo'la olmaydi. Buni o'zimni hayotimdan kelib chiqib sizlarga aytyapman. Boqqan ona ona bo'lar ekan. Allohga behisob shukr.